Umar Bozorov, congratulations, Tbilisi Grand Slam champion. How are you feeling? Как ты себя чувствуешь сегодня? Avvalambor assalomu alaykum. Tbilisi Grand Slam juda ajoyib tarzda o'tyapti. Bu musobaqada o'zi IGF musobaqasida birinchi marta qatnashdim. G'alaba qozondim. Allohga shukr. Nasib bo'lsa bundan keyingi oldinga harakat qilib, yutuqlarda davom ettirishga inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilaman. The crowd, the atmosphere in Tbilisi is incredible. What was it like for you to fight here? What do you think of Georgia? Здесь на трибунах много людей, атмосфера вот очень крутая. Как ты чувствуешь здесь бороться на татами? Bunday atmosferada birinchi marta kurashishim menga juda ham yoqdi. Muxlislarga, qo'llab-quvvatlab turgan barcha yaqinlarimga, ota-onamga, aka-ukalarimga, ustozlarimga katta rahmat aytmoqchiman. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.